Blogerlar endi buvim oshxonasida. Sizlar uchun eng zo'r fast foodni tayyorlayman. Qani ketdi oshxonaga. Oshxona emas, jon yuragingda deb ashulani boshlaymiz. Aynan mana shu oshxonada blogerlar siz nima taom pishirmoqchisiz? Men zo'r burger pishirmoqchiman. Sizchi? Lavash. Men esa neobычный pizza qilaman bugun. Странный молодой, в бары как домой. Lavashni bir go'shtsiz qilib ko'rmaysiz? Yo'q, go'sht foydali, go'sht belok, o'sha uchun go'shtsiz bo'lmaydi. Bu oddiy pepperoni emas jigarlar, ko'rishlar mumkin. Hozir sasga qo'yapti, kalbasa qo'yapti, pepperoni. Yo'q, unaqa emas. Buni hozir yarmi bundoq qo'yaman, jigarlar bundoq qo'yadi, undoq bo'ladi. O'zimdan olibcha uydan umuman ovqat tayyorlamaydi. Bitta qanday burger qilyapsiz siz? Sam, prosta O'shaning uchun ham tayyorlanmaydi degan, bu tayyorlash bilmaydi degan emas. Qirchi buzolmaysan, borga ishing qilgin. Tegmasanja. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, kimga pizza? Bizda do'stlik g'alaba qozondi. Ko'rib turganinglardek bolajonlarimiz hamma fast foodlarni zo'r deyishdi. Endi o'rtoqlar kommentariyada o'zaro yozib qoldiringlar, kimni tayyorlagan ovqati sizlarga yoqdi.